Akalar, Monza ishqozlariga ikkita Monza chiqdi mana akalar. Farg'ona mashina bozoriga xohlaganlaring tanlab olasizlar akalar. Bartellari bor, xolosalaring qora, xolosalaring oq ranglarda akalar. Mana bemalol tanlab olish imkoniyatiga egasizlar. Birinchi mashinamizdan boshlaymiz. 2023-yil ishlab chiqarilgan 38 ming probegda absolyutni kraskalari top-toza aka. Bunga to'rtta yumshoq balon, sakadiska, endi bizda sakadiskasi bo'ladi o'ziniki. Propallari bor. Propan 9 oy tonirovka, 6 so'm. Tonirovka ruxsati ham bor. 9 oy. Chexol pulilari bo'lgan aka buni. O'ziniki zavod shu. Gap yo'q. Akalar mana Monza ishqozlariga motor 1.5 bo'ladi aka ularda. Gap yo'q. Tonirovkalarga ruxsatlari bor. Xo'sh, mashinamizni chiroyli qilib akamiz ko'riklar tashab qo'yibdi. Chexollar bor ekan. Xo'sh, barlari zo'r qo'yilgan, avtomat korobka, hamma yo'g'ri ruxsati bor. Tonirovka ruxsatlari bor deyapti mana. Bloklarigacha bor ekan akalar. Propanda aka bitta qamoqsa qancha yuradi? 700 km yuradi. Necha pulga to'ladi? Obunachilarga qiziqdi endi. Xullas 50 minglik qo'ysiz, konditsioner yo'q qo'ysiz 100 km yuradi. 50 mingga 100 km yuradi aka. Demak, taksi qilsa ham bo'laveradi bunda. Gap yo'q akalar. Mana ko'ringlar chakalar, nima deysizlar endi? Shaharda ichida, janida bilmayman. Gap yo'q. Aka tarqan ocharingchi. Arqa oldimda ko'rsataylik, obunachilarga qiziqdi. Mana akamiz to'rtta yumshoq balonni qo'yib qo'yibdi. Sakadiskasi bor ekan. Mashina propanda. Xohlagan dokument bo'ladimi aka, gen? Faqat оформление aka. Gen beriladi, 3 oyga beriladi. Akalarni ko'ringlar, akalar. Buni chotka qilib o'rab qo'yibdi mana. Propanda dokumentlardir aka. Hamma yo'q, dokument ko'rdi. Gap yo'q. Aka bitta oldin ochib bering, endi ko'rsatak. 1.5 motorni yangisidan aka. Aka Sparking bor, Nexus uchun bor, barter qilamiz deganlarga nima deysiz? Kelishaveramiz. Kelishaveramiz aka. Mana akalar 1.5 motor 38 ming ataga yurgan xolos. Propallari bor ekan mana akalar. Holatini ko'rib turibsizlar, o'ta ideal holatda, go'zal holatda turibdi. O'tayman. Buni narxi necha pul aka? Sotilish narxi? 15400 bo'lish. 15400 bo'lish narxi, bundan kami yo'q. Gap yo'q. Nexus 3 Cobalt bo'lsa ustiga kelishaveramiz, keyin bir oyga nasiya savdo bor, shaftoli sezongacha. Endi gilos sezon tugatdik endi. Shaftoli sezonga o'tamiz. Xo'sh, buni narxi 15400. Endi bu qoramiz aka oqdan jicha qimmat turadi. Buni nimasi bo'lgan aka? Black piano bo'lgan. Aha. Drone plyonka oldi. Ha, oldi buni plyonka bo'lgan. 4 oy tonirovka, diski balon yumshoq. Gap, bunga ham to'rtta yumshoq balon qo'yilgan aka. Full shumka. Bu benzinga yurgan lekin. Buni yurgan probegi ham 38 ming. 38 mingga borib qoldi. Silipovoy zona, Malibu Road, Malibu Signal. Bunga necha oyga ruxsati bor? 4 oyga. 4 oyga ruxsati bor. Malibu Pult. Gap yo'q akalar. Mashinamizda Malibu rol akalar, mana ko'ringlar, Malibu puntlari bor ekan, ko'riklari, chexol barlarigacha bor ekan. 16.2 dan o'tib beraman. Endi tanlash imkoniyati bo'lganda men обязательно qorani olasizmi endi? Qora baribir boshqachada aka. Nima deysiz? Akalar mana. Buni hozir narxini aytadi, eshitamiz akalar. To'rtta yumshoq balon akamiz qo'yib qo'yibdi. Aka propanni necha pulga qo'yib beradi bularga? 4 million. 4 millionga propanni qo'yib beradi. Undan ham arzon qo'ydirsa. Ha, dokumentlar, ha? Aka lekin Qo'qon arzon ekan, sababi 2300 mingga qo'ydi dekda Damazga, metanda. Bizda Farg'onada. Gap yo'q. Akalar, mana mashina yangi holatda balonlargacha qo'yib qo'yibman akamiz. Holati o'ta ham go'zal holatda. Ha, benzin aka, benzin boshqachada, mashinani qaratmaydi ham. Aka, buni necha pul qilib berasiz? Oxirgi narxi, sotilish narxi. Ha, 15.7. Bundan 300 dollar qimmat. Lekin benzindan yurgan. Gap yo'q. Akalar, bunga ham barter bor, nasiya savdo 1 oyga chiqadi. Bir 10 ming pullaring bo'lsa, akamiz 1 oyga nasiya savdo qilib beradi. Lekin men qorasi boshqacha aka. Rasmiylargacha qo'yilgan. Gap yo'q akalar. Rasxod yo'q ekanda uni. Hadi o'ylarda ham ish yo'q aka buni. Yo'q, yo'q. Gap yo'q. Bemalol olib tekshirib ko'ring. Faqat оформление bo'ladi. Mashinaning eskirib qolgan bo'lsa, akalar ha deb boshqa mashina minmasdan Monzani ham bitta ko'ringlar akalar. Tezligi qanaqa ekan buni endi? Tezligi sport rejimga qo'ysa bosaverasiz. 5 sekundda qanchaga chiqadi? Bosib ko'rmaganman. Mashina qiynashdi ham ko'p. Hamma gap yo'q akalar. Baribir qiziqda lekin nimaga? Akamizga aloqaga chiqaversalar, qolgan batafsil ma'lumotni o'zidan olib akalar qisqacha tanishaverasizlar. Telefon nomeri 91lik 106 69 99. Shu raqamlarga aloqaga chiqinglar akalar.